Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana shu masakiga 7.500 ga naqd pulga sotib oldingiz. Ko'rib tekshirib hamma joy yoqdimi sizga? 300 kg yuk ko'taradi aka. Mana farlarni yoqasiz. Tak faras ko'k. Dalni bilishim bu betdan. Olish yetkizlar ishlaydi. Qo'zg'algan payti reski ishlaydi. Tormozlar ham orqalar santimetrda ishlangan qo'yilgan. Kaskalari, kulishlar hammasini berdim. Orqalari mana yukda 300 kggacha bemalol yuk ortib yursa bo'ladi unda. Tormoz chiroqlari yonyapti. Hozir farani yonyapti. Tormozni bosingda. Tormozni ligovkasini qilash kerak ekan, 5 metr qilib beraman. Tormoz bosingchi? Ha, endi yondi. Pavorotlar. Pavorotlar yoqasiz mana. Pavorotlar ishlayapti. U tomon ham. Ha? Bu tomon ishlamayaptimi? Hozir uni ham qo'yib beramiz aka, 1 minut. Nima? Bu tomon bosinchi mana ishlayapti. Shunday ekanda, yo'nalishi boshqa. Ha, salgina To'xtatib bosish kerak. ha, to'xtatib bosish kerak-da. Eski qattiq bosib qolsangiz ishlamay qolish varianti bor. Hozir ishlayapti mana. Aka, motor miyalarga hech qanday garantiya yo'q, batareykasiga 7 kun garantiyasi bor. Boshqa joylar masalan 50 km deydi, 50 km yuradi. Yo'q, menda 50 km emas, bir hafta, ya'ni 7 kun. 7 kun ichida 10 marta zaryadga qo'yish mumkin masalan. Kuniga 50 km, 100 km yo'q qo'yib masalan-da. Shu tomonlar boshqa joylarda ko'p ko'ryapman. 50 km ga garantiya beryapti. Men unda emas, 7 kun beraman, 7 kunda 1 marta ham qo'yishingiz mumkin, 3 marta ham qo'yishingiz mumkin. Vaziyatga qarab. Qo'yilmasa ham shunisi. Kilometr yo'q yozmaydi. Onda qanday bilasiz 50 km? Yurgan masofangizni bilasiz. Mana burada ko'rsatish kerak menimcha. Yurgan kilometrni yozib borish kerak, bu hali yurmaganda. Ha, buni. Shu paytgacha boshqa elektromobillarda yozmasdi masalan. Lekin bunda yozish ham mumkin, aniq bilmayman lekin. Hozir mana bu chiroq. Chiroq, mana damni bilishni. Ha, bu dalni bilishni. Ya'ni agar yerdan markat qilsangiz bo'lsa, mana shunday qilsangiz markat bo'ladi. Поворот. Ha, bu Signal. qo'lda ham. Ha, qo'lda. Signal. Mana zani. 1 2 3 da masalan. Qarang, siz oldinga ketyapsiz, hech qachon adashib zaniga o'lvermang. Ha. Motorni miyani o'lib qo'yasiz. Shu tomoni bor. Shu narsani aqlingiz yetib shunday qilmasangiz, Shu ikkida uchta turgan holatda bo'lsa to'xtagandan keyin ketaversangiz ham bo'ladi, uni ziyoni yo'q. To'xtagandan keyin mana bu bosadi. Ha, to'xtagandan keyin. Chiqarish uchun. Yo'q, chiqarish shart. To'xtagandan keyin. To'xtagandan keyin. To'xtamasa masalan yurib ketyapsiz 30-40 tezlikda. Zaniga bosmasangiz ketdi. Oqan tutib tashlaydi. YouTube, Instagramga chiqarishga rozimisiz? Bo'ldi. Bemalol mayli aka. Bo'pti. Yaxshi bo'ling.